Savol: homiladan saqlanishning kimyoviy usullari mavjud. Islom ulardan foydalanishga ruxsat beradimi? Oddiy holatlarda bu vositalardan foydalanishga ruxsat yo'q. Chunki islom dini mo'min musulmonlarni serfarzandlikka chaqiradi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom tazavvaju al-valud al-vaduda fa inni mukathirun bikumul umam deganlar. Muhabbatli va serfarzand bo'ladigan kishilar bilan oila quringlar. Men boshqa millatlar oldida sizlarni ko'pligingiz bilan faxrlanaman deganlar. Bolalarni oldirib tashlash yoki o'shnaqa yo'q qilish paydan bo'lishni tirik qizlarni ko'mishni kichik shakli deyiladi. Va'dul banatu sug'ra deyiladi. Endi ba'zi bir alohida holatlar bo'lsa, misol uchun o'sha homila onani o'limiga sabab bo'lishi ochiq oydin, ravshan tabiblar hammasi bir ovozdan aytib turgan bo'lsa, yoki yana shunaqa faqat halokatga olib boradigan holatlar bo'lsa, qiyinchilik, unda vaqtinchalik tuzalib olguncha bu ishdan qo'llansa bo'ladi. Bo'lmasa ruxsat yo'q.